Hammaga assalomu alaykum. Bugun bitta zo'r variant sizlar bilan ko'ramiz. Dormonda, Sanif mahallasida, yuqori 100 degan ko'chasida. Xullas, to'r sotuvli uyimiz sotuvga chiqmoqda. Qaranglar, uglovoy uchastkamiz fasadiga keladigan bo'lsa 24. Tak, dальше 15, bu yog'i 25, bu yog'i 24. Xullas, taxmina planni qo'yibman, chizmasini ko'rasizlar. To'r sotuvli joyimiz sotuvga chiqyapti. Narxi birozi 73 ming. Vashi, narxi zo'r. Betga quruvchilar ikkita uy qurib olsalaringiz bo'ladi. При желании 3 ta kottej ham tashlasa bo'ladi. Tak, ichini hozir bitta ko'rsataman. Qanaqa kirsa bo'ladi, betga sizga ko'rsataman. В принципе, mahalla zo'r. Dodamizni mahallasi desam bo'ladi, dvorets shetdi-yu, rezidensiya. Xullas, ichkarisi mana shu holatda. В принципе, yashasa ham bo'ladi. Временно, но quruvchilar sizlar uchun bu прям лакомый кусочек-da. Zo'r ikkita uy qurish uchun. Yoqqan bo'lsa, до конца videoni ko'ring. В принципе, xonadoni ham bor, ikkita. Yashasa ham bo'ladi. No, betni oladigan odam, в основном, menimcha buzsa kerak-da. В принципе, ko'rasizlar, kelaverasizlar. Mahalla zo'r, shiroki, yap-yashil, yangi uylar qurilmoqda. Mana hozir sizlarga ko'rsataveraman. В принципе, qarang, zo'r tinch mahallada. Xullas, biroz 73 mingga uglovoy uchastka olasiz. Endi nima undan ziyodi bo'lsin? Dormon. В принципе, mana bu yerda katta odamlar ham yashashadi, oddiy xalq ham yashaydi. Xullas, mahalla lekin yashiladigan joyda. И самое главное, центральный yo'lgacha ja uzoq emas-da, peshkom ham chiqsa bo'ladi. Xo'jayin, yo'qotdimi? Ikkita uycha qurasiz, borib maza qilib yashaysiz. В принципе, hozircha ham yashasa bo'ladi, qarang. Mana shu yo'l bilan katta yo'lga chiqamiz-da. Xullas, agar yoqqan bo'lsa, kelaverasiz.